Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, yaxshimi? Bugun bir yel karvat olgandim. Shu sizlarga bir foydasi tegib qolar deb bu videoni oldim. Uyinglar kichik, uyga mehmon kelib qolsa, bunda bir qitim qo'llanib yig'ib etish uchun deb qo'ysanglar bo'ldi bir tal. Bu karvat mana 2 metre 28 santimde 1 metre 52 deydi o. İgizliki 43, kengliki 1 metre 52, uzunluğu 2 metre 28, 300 kilo ağırlığını götüreliydi ki. Hazır açayım ben bunu. Mana qarindoshlar, uyga mehmon kelganda yel serpirib, mehmon ketganda yerni chiqarib xalchiqlar deb qo'ysanglar, kichiklar yana egallaydi-ku. El se bakayla hazır.
Ana qarindoshlar, yel silinib bo'ldi. Taxminan 3 minutdan 5 minut atrofida silinib bo'ldi ki yel. Mana ayolim ustiga chiqib desa o'tdi. Men bo'shroq soldim yelni. Taxmi chang salsak ustiga chiqsimi izilmagudek. Mana 2 kishilik karvat. Uyanglar tavchiliklar ilib ishlasanglar bo'ldi. Bu videoning foydasi tegishini umid qilman sizlarga. Yelni chiqarayotgan vaqtimizda mana ostiga bossak, yelni uzlukidan shurab chiqarib o'tdik. Yel salgan vaqtimizda ustiga buraydi ekanmiz buni. Ma'oyadan mı chiqarayotgan bo'ldi ekan? Yelni lekin mana uzi shurab chiqarsa, gayet yaxshi, to'liq chiqarib o'tdik. Ana qarindoshlar, endi yelni chiqarib o'taylik buni. Arkadaşlar yelni çıkarıp ötüp oldu. Şunda takip çıkıyordu ki içinde hiç kanda yel yok. Tahminen 5 kilo etrafı dikildi ki bu karvatının. Yel sağında takımı yine işigende kes kıldım ben. Şu bayattın digendek uyanlar tacılık koyup kalsa, mihman kep kalsa dep artık sapas kıbrayını hep koysanlar buldu ki. Buldum size dostlar, hoş.